Assalomu alaykum darag'lar saviy kassasidan musulmon aka-ukalar, musulmon opa-singillar kelayotgan hayit bayramlaringiz bilan sizlarni tabriklaymiz. Biz har doimgidek mana ishda bu birinchi etaj aeroport Pulkovo akalar ko'ryapsizlar. Birinchi etajda bugungi ertalabki vaqt 29-mart mana kirishda hech qanaqa proverka milisa yo'q. Ikkinchi etajda aniq bor. Birinchi etajdan akalarimiz hozir kirgizdik. Sizlarga bugun 29-mart vaziyatini aeroport Pulkovani ko'rsatib o'taman. Hayli takamiz o'tkazib o'rganamiz. Mana bu yerdan kiramiz. Avstriyachini qilmangizlar deganda qilibdi, mayli, xo'p. Farqi yo'q, o'tkaztiramiz. Mana shu yerdan hozir o'tib, yana sizlarga lash ko'rsataman. Birinchi etajdan o'tdik. Mana bu yerda registratsiya bo'ladi. Bu yoqqa yuringizlar. To'g'ri. Ha, shu. Hozir maychi. Bu yoqqa yurasizlar. Shu yoqqa o'tib, keyin bu yerda proverka qilib qolish mumkin-da. Shu yoqqa borib streshingizni yechib tashlang. Mana bu yoqqa o'tkazib oldik. Bu yoqlar endi bu yoqdan hozir kelmadik-ku, biz liftdan kirib keldik-da akalar. Liftdan kirib keldik. Ertalabki vaqt Sankt-Peterburgdan Samarqandga reyslar. Mana akalarimiz o'tyapti hamma joyda. Bu yerda bironta proverka yo'q akalar. Faqat kirishda proverka. Bu O'zbekiston havo yo'llari ekonom klass. Keyin bu yerda hozir qanot sharq Qarshiga restoranda bo'ladi hozir. Qarshiga odamlarimiz bor, ularni ham shu yerda o'tkazyapmiz. Assalomu alaykum darag'lar sevgisi. Yana bir bor Sankt-Peterburg Qarshi 29-mart mana reys boshlandi. Akalarimiz o'tkazyapmiz. Akalar mana bu strech mumkin emas. Oldirib tashlaydi. U yoqqa borgandan keyin akalarimizga aytdik. Proverka bu yerda stoyk registratsion oldi yo'q. Faqat kiraykanda proverka bor. Qarshiga Samarqand tugadi o'zi. Qarshiga hozir registratsiya 23 kg bagaj, 8 kg rushnay bor. Akalarimiz ham shu yerda o'tib olgan bemalol. Federatsiya va kassasi adresi ulisa Dubinga dom 27, korpus 1da joylashgan akalar.